رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما أملا خلقا فقا في الدين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آه، آه، أمم. O'tgan safar kim o'quvdi oxirida? Chexla o'qigandilar. Chehra. Nafisa opam? Nafisa, Man sizmisiz? borman. Siz. Yaxshi o'qidi. Alhamdulillah. O'qing. Baqiyatul hurufi g'oyril amilati. Demak, omil bo'lmagan qolgan harflar. أمم. Hurufu ziyada, ya'ni zoida harflar. Ya'ni al-hurufu allati in asqataha min al-kalami la yaxtallu al-ma'na al-maqsudu. أمم. Ziyoda bo'lgan harflar, ya'niki shunday harflarki, agar uni jumladan ularni tushirib qoldirilsa, أمم. maqsad qilingan ma'no buzilmaydi. Hmm. Demak, mutakallim bir ma'noni iroda qilyapti. Ana shu iroda qilinayotgan ma'noda quvvat bo'ladi. Hm? Ma'noni quvvati bo'ladi. Masalan, o'sha ma'noni iroda qilyapti. 100% dan ziyodalik quvvat bilan ifoda qilmoqchi. Yoki 90% quvvat bilan ifoda qilmoqchi. Hm? Dars qilinglar bilan albatta dars qilinglar, dars qilmasanglar bo'lmaydi, dars qilmasanglar men unday qilaman degan jumlaning ikkalasini o'rtasida farq bor. To'g'rimi? Endi shunday holatda ba'zi bir ma'naviy muhassinotlarni keltiradi mutakallim. Ana shu ba'zi ma'naviy muhassinotlarning ichida nahviy jihatdan qaraganda e, bularni vazifasi yo'q. Bularni o'sha ma'naviy muhassinot deb o'zini nomi bilan aytyapmiz-ku. Ma'naviy muhassinot jihatidan qaraydigan bo'lsangiz, jumlaga ma'naviy joziba beradi. Ma'naviy quvvat beradi. Ma'naviy quvvat. Ana shu ma'naviy quvvat vazifasini bajarayotgan harfi jarni tushirib yuboradigan bo'lsangiz, harflarni qaysidir harflarni, nafaqat harfi jar tushirib yuboradigan bo'lsangiz, jumlani qasd qilgan, ifoda qilmoqchi bo'lgan ma'nosida Narsa buzilmaydi. o'zgarish bo'lmaydi. O'zgarish bo'lmaydi. Jumlaning ma'nosi buzilib ketish yoki boshqa bunaqa holatlar bo'lmaydi. Ana shu narsani biz hurufi zoida deymiz. Demak, bu hurufi zoida qaysi jihatdan zoida bo'lyapti? Nahviy jihatdan zoida bo'lyapti, lekin ma'naviy jihatdan bu zoida emas. Bilasizlar, ziyadatun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na degan qoida bor. Mabnadagi, qurilishdagi, binosidagi ziyodalik albatta nimaga? Ma'nodagi ziyodalikka dalolat qiladi. Sabab bo'ladi. Bu ma'nodagi ziyodalik tushadi, lekin nahviy jihatdan o'zgarmaydi. O'qing. Va innaha laysat xoliyatan min fawaidil mahdi. Albatta ular demak o'sha ochiq foydalardan xoli emas. Ya'ni albatta bunda bir foyda bor demoqchida. Ballaha Ya'ni uni fawaidu. zoida deganga sizlar foydasi yo'q deb o'ylab qolmanglar. Uni albatta foydasi bor deyapti. Ballaha fawaidu. Balki unda foydalar bor. Mislu misol uchun tazyinul kalami va saja. Ya'ni jumlani demak jozibali qilish, ziynatlash, jumlani yoki qofiyali nasrni, saja degani orqasida demak qofiyadosh bir nima bor? She'r bo'lishi shart emas, oddiy nasr. O'shalarni ziynatlash uchun ishlatilar ekan. Shoshmay turing. Bola saja balog'iy tushuncha. Saja. Nima u saja?
saja o'sha nasrda she'r emasda bunday qofiyadosh bir-biriga moslashib ketishi kerak. Biz qofiyani biz odatda she'rda tushunamiz, She'rda qofiya she'rda tushunamiz. emas, lekin bu saja nasrdagi oddiy matnlardagi jumla yoki iboralarni oxirini bir xil yoki bir-biriga o'xshaydigan ohang bilan tugashiga aytilinadi. وهي ثمانية حروف. Demak, o'sha zoida harflar 8 ta ekan. 8 ta harflardan iborat ekan. In va an va ma va la va min val kaf val ba val lam. كقوله تعالى أستعيذ بالله فلما أن جاء البشير. Bu yerda o'sha xushxabarchi kelganida deganimizda, masalan, mana bu yerda anni olib tashlasa ham maqsad qilingan ma'noga ta'sir qilmaydi. Lekin bu yerda biror bir hikmat bilan Alloh taolo anni ham qo'shdi. Boshqa bir balog'iy maqsad bor. Xo'p. Val arba'atul akhiratu, demak mana shu sanalganlardan oxirgi 4 tasi, ya'ni lam, ba, kaf va minla qad marra zikruha fi hurufil jarri. Ya'ni harfi jarlarni zikrida ular o'tdi. Ya'ni biz buni harfi jarlar bo'limida yetarlicha zikr qildik bu yerda. Yetarlicha zikr qilib qo'ydik. Harfa ash-sharti. Birinchisi, demak, g'ayriomil bo'lgan harflarda bugungi mavzuyimizdan birinchisi umumiy hisobda 11-si harfi zoidalar edi. Endi 12-si harfi shartlar. Xo'p. Ikkita harfi bor ekan shartda. Va huma thnani, ya'ni g'ayriomil amal qilmaydigan ikkita shart harflari va ular ikkitadir. Amma va law. Demak, amma va law ekan. Fa ammayimizda li tafsili ma zukira. Demak, zikr qilingan narsani bayon qilish uchun ishlatiladi. Litafsil degani batafsil bayon qilib berish uchun. Batafsil bayon. Ana shu zikr qilingan narsani batafsil bayon qilib berish uchun ishlatiladi. Endi qarang, bu yerda harfa shart deyapti. Faqatgina harf shartning 2 donasi. Amma bilan 2 donasi. Harflar emas. Bizning o'zbekchada o'sha sa bir mana bunga keladigan bo'lsak deb san ishlatamiz, shunga o'xshaydi. Chunonchi, inchunun, mana bunga keladigan bo'lsak degan so'zlar bor. Chunonchi, inchununlar bugun juda kam ishlatilinadi. Bunga keladigan bo'lsak, deydigan bo'lsak, va yalzamul fa'u fi jawabiha lirabt. Demak, bunda fa'imiz lozim bo'ladi qo'yishimiz o'sha javobida ulash uchun. Masalan, nahwu faminhum استعيذ بالله faminhum shaqiyyun va sa'idun fa ammal ladina shaqu fa fin nari wa ammal ladina su'idu fa fil jannah. Demak, mana shu yerda demak ulardan baxtsizlari va baxtlisi bor va mana bu yerda tafsil qilyapti. O'sha shaqiy, sa'id deganda nima nazarda tutilyapti? Sinflantirilyapti. Amallazina shaqu, demak badbaxt bo'lganlar, demak ular finnar. Ular yo'q ekan. Fa finnar, demak jahannamdadir. Va amallazina su'idu, demak baxtli bo'lgan qilinganlar esa demak jannatdadir. Deb o'sha o'zidan oldin zikr qilingan shaqiy va sa'idni batafsil tavsiflantiryapti. Endi qarang, bu yerda amma bilan fa'ni uslubi shunday uslubga yozib olinglar. Birinchi bir narsa umumiy zikr qilinadi, umumiy aytilinadi-da, ana shu umumiy aytilingandan keyin u narsa tafsil qilinadi. Faminhum shaqiyyun va minhum shaqiyyun va sa'idun deyildi. Ulardan dedi shaqiylari bor, saidlari bor dedi. Shaqiy bilan said kalimasi bu yerda qay holatda turibdi? Nakira, to'g'rimi? Ikkalasi ham. Nakira. Nakira nimaga dalolat qiladi? Umumiylikka dalolat qiladi, to'g'rimi? Umumiylikka. Endi ana shu umumiy aytib olindi. Umumiy aytib olindi. Ana shu umumiy aytib olingan narsani endi tafsil qilyapti. O'zidan keyin tafsilotini batafsil qilib bayon qilib beryapti. Endi batafsil qilib berishi nima bo'lyapti desa, mana bu amma bor-ku, mana bu yerda kelayotgan amma. Ana shu amma o'zidan oldingilarning hukmini fa bilan qo'shilib tafsil qilishga xizmat qilyapti. Tushundingizmi? O'zidan oldingilarning hukmini. Endi shu
Alloh taolo aytdi, ulardan dedi shaqiylari bor, saidlari bor dedi. Xo'p, ana endi o'sha shaqiylar bilan saidlarni hukmi nima bo'ladi? Ularni hukmi nima desa, endi nima deyapti? Mana bu ammadan keyin allazina shaqu bo'lib turib nima bo'ldi? Endi ular ma'rifaga o'tdi. Nimaga? Chunki bu narsa oldinda bir marta zikr qilindi-da. Umumiy edi, endi Oldinda bir anaqa. umumiy edi. Endi tafsil qilinyapti. Ammallazina shaqu dedi, ularning hukmi do'zaxda. Finnar, olovda. Bu ammallazina su'idu fa fil janna. Nima keladigan bo'lsak, su'idularga keladigan bo'lsak, ular jannatda dedi. Mana amma izida fa. Mana bu yerda amma izida fa. Harfi jarga qo'shilib keldi, to'g'rimi? O'sha amma bilan fa nima bo'ldi? O'zidan keyingiga hech bir amalda ta'sir ko'rsatmadi. Faqatgina bularni o'sha o'zidan oldingini batafsil bayon qiladi, oldingini tafsil uchun keladi degan ma'nosi bor xolos. O'qing. Walau keyingi endi ikkinchi harfi shartdan lavga keladigan bo'lsak, walau lintifai الثاني بسبب انتفاء الأول كقوله تعالى. Demak, intifa so'zimizni o'zi yolg'onga chiqarish, inkor qilish ekan, lekin pastda vujud degan so'zga teskari qilib oldikda, yo'qlik deb tarjima qildik. Demak, lavimizni birinchi, ya'ni ikkita jumla bo'ladi. O'sha birinchi jumlani yo'qligi sababli ikkinchisini ham yo'q qilish uchun ishlatiladi lav deyapti. Misol uchun Alloh taoloni qavlidagi kabi law kana fihima alihatun illallohu la fasadata. Mana bu yerda minus qilib o'zimizcha nima qildik, kodladik. Agar demak o'sha fihima deganda osmon va yerlarda olihalar bo'lganda edi Allohdan boshqa, unda o'sha osmon va yerlar buzilib ketgan bo'lardi, lafasada deb aytilyapti. Xo'p, endi ana shu yerga to'xtalamiz. Nima dedik? Shartida aytdikki, nima bo'lyapti? Liintifa'i thani Bisababi intifa'il awwal. bisababi intifa'il awwal. Bu nima degani? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, sizlar deydi, o'zinglarga deydi, ular deydi, o'zlariga deydi, yerdan deydi xudolar tutdilar deydi. O'ziga xudo oldi deydi. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun deydi Alloh taolo. Ular deydi o'zlariga xudo tutdilar, o'zlariga iloh oldilar deydi. Ularni endi o'sha xudolari tiriltiradimi deydi. O'zlariga haligi mushriklar nimadan, toshdan, undan bundan yasab olib ibodat qilib yurishardi-yu. Ana shular haqida aytilyapti. Keyin Alloh taolo aytadi, "Law kana fihima alihatun illallohu" deydi. Illallohu. E'tibor bering. Illalloh emas, illallohu. Illallohu bo'ladigan bo'lsa, ma'no batamom o'zgarib ketib qoladi. Illallohu la fasadata fa subhanallohi robbil arshi amma yasifun deydi Alloh taolo. Agar deydi osmonlar va yerlarda Allohdan o'zga xudolar bo'lganida nima bo'lardi? Ana shu osmonlar bilan yerlar buzilib ketar edi. Arshda Robbi bo'lgan Alloh taolo ular vasf qilayotgan narsalardan pokdir deydi Alloh taolo. Endi bu yerda birinchini yo'qligi nima bo'ldi? Birinchini yo'qligi sabab ikkinchi narsa ham yo'q bo'ldi. Endi birinchi kelayotgan narsa law kana fihima alihatun. Endi qarang, yerda ham osmonda ham alohida iloh bo'ldimi, bo'lmadimi? Yo'q. Yo'q. Osmonda ham yerda ham alohida iloh bo'lmadi. Ikkalasiga bitta iloh bo'ldi, to'g'rimi? Ikkita iloh bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Lafasadata bo'lmadi. Agar ikkita iloh bo'lganda o'sha lafasadata ikkalasi fasod bo'lib ketishi mumkin edi. Demak, bo'lmadi. Demak, birinchisi bo'lmadi, iloh bo'lmadi. O'sha iloh bo'lmagan sababdan ikkinchi jarayon ham bo'lmadi. Agar Zayd mashinaga haydashni bilmasdan o'tirmaganida nima bo'lmas edi? Avariya bo'lmasdi. Avariya yo'q.
bu misol tushmadi. Bu ikkinchisiga tushdi. Zayd mashina haydashni bilib o'tirganida avariya bo'lmas edi. Ha? Masalan, Zayd nima bo'ldi? Mashinani haydashni bilmasdan o'tirdi. Mashinani haydashni bilmasdan o'tirgan sababdan nima bo'ldi? Avariya bo'ldi. Avariya bo'ldi. Avariya bo'lmaslik yo'q bo'lib qoldi. Bo'lib qoldi shu holatda, tushundingizmi? Endi ikkalasida alohida iloh bo'lganida yer fasod bo'lardi. Demak, ikkalasida alohida iloh bo'lmadi, shu bilan yer osmon fasod bo'lmadi. Nimaga? Chunki yer bilan osmonni tartibotiga qaraydigan bo'lsangiz, Alloh taolo juda chiroyli tartiblab qo'ygan. Hamma narsa o'zini o'rnida ketyapti. Ha? O'zini vaqtida quyosh botyapti, o'zini vaqtida quyosh chiqyapti, tong kiryapti, kun kiryapti, fasllar almashyapti, mevalar pishyapti. Hamma narsa, hech narsa fasod bo'lib ketmadi. Nimaga fasod bo'lib ketar desa, iloh oliylikka dalolat qiladi. Iloh oliylikni talab qiladi. Endi yerda bitta iloh bo'lsa-yu, nauzubillah, osmonda bitta iloh bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham oliylikni talab qiladi. Ha? Ikkalasi ham oliylikni talab qiladi. Endi ikkalasi ham oliylik talab qilgandan keyin bittasi oliy bo'lishi kerakmi? Ikkinchisi ojiz bo'lgandan keyin uni ilohligi inkor bo'ladi. Yoki bunisi iloh bo'lib turib, unisini oliy bo'lib, unisini ojizligi sabit bo'ladigan bo'lsa, unisini ilohligi nima bo'ladi? Inkor bo'ladi. Shu sababdan yer va osmonlarda iloh bir dona, ana shu iloh bir dona bo'lganligi uchun yer bilan osmonda fasod bo'lmadi. Ikkalasi o'zini o'rnida, o'zini joyida, o'zini holatida ishlayapti. O'zini nimasida, harakatda. Demak, tushundinglarmi? Lavni. Lav. Kimi savol bor lav masalasida? Muhim mavzu. O'qing davomini. Lavla. Keyingisi lavla ekan. 13-chi o'zidan keyingi amal qilmaydigan 13-harf lavla. lavla. وهي موضوعة لانتفاء الثاني بسبب وجود الأول. نحو. Bu endi bu demak mavduatun bu o'sha kiritilgan nima nima desak bo'ladi? Iste'molga kiritilgan, iste'molga qo'yilgan. Iste'molga kiritilgan. Demak birinchi jumlani bor bo'lish sababi ikkinchisi yo'qoladi. Ikkinchisi yo'qligi sabab, birinchisi bor bo'ladi. Lavda nima edi? Birinchi yo'qligi sabab ikkinchi narsa ham yo'q bo'ladi. Endi bunda birinchisi borligi, ikkinchi narsa yo'q bo'ldi. Yo'q bo'ladi. Ya'ni plus minus qilib kodladik. Lavla aliyun la halaka Umar. Demak, bu yerda Ali bo'lmaganida edi, Umar halok bo'lardi degani, Ali bor bo'lgani uchun ham Umar halok bo'lmayapti degan ma'noda. Agar Ali yo'q bo'lganida Umar halok bo'lardi. Alining yo'q bo'lishi nima bo'ldi? Bor bo'ldimi? Yo'q, bor bo'lmadimi? Bu o'zi ma'no jihatidan Ali bor bo'lgani uchun ham Umar halok bo'lmayapti deyapti. Endi buni o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsangiz, Ali borligi uchun Umar halok bo'lmadi, saqlab qoldi, uni yordam berdi degan, uni hayotini saqlab qoldi, asrab qoldi degan ma'no chiqadi. Tushundingizmi? Endi bu mana shu lavla bu mubtado bilan xabarga kiradi. Aliyun bo'lsa demak mubtada, halaka xabar bo'ladi. Yo'q. Mavjud degan so'zimizda hazf bo'lar ekan. Lavla aliyun mavjud. La halaka bu ikkinchi jumla-ku, halaka fe'l, Umar fa'ili bo'ldi. Endi tushundingizmi? Tushundim. Aliyun mavjudun la halaka Umar. Agar Ali mavjud bo'lmaganda Umar halok bo'lardi. O'sha yerga mavjudni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha mavjudga qarab turib ma'nosini chiqarib kelaverasiz. Endi savol bor tepadagi 3 ta harfdan. Harf hurufi zoidalar, harfi shart, 2 ta harfi shart, lav va lavladan. Savol bormi? Necha kishimiz darsda? Xo'p, yaxshi. 26 ta, ha? Men bilan 27 ta. Yaxshi. Hamma tushundi-ya? Opa, rahmat. O'zingiz tushundingizmi? Ha, tushundim. Alloh rozi bo'lsin. Mavzu kitob qanday bo'ldi oxirigacha? Nima qilib kelyapsiz kitobni? Bitirdik qizlar bilan, alhamdulillah. Ma'qul bo'ldimi o'zingizga? Juda ham ko'p narsa o'rgandim, alhamdulillah. Hech ko'rmagan
narsalar laysalar, masalan, la yakunu, la istisno bo'lib kelishini hech ham ko'rmagan ekanmiz. Ko'p narsa Hmm. o'rgandik, alhamdulillah. Xudo qilsin. Zuhra bormi? Kim? Zuhra. Bormi ustoz? Assalomu alaykum. O'qing. Assalom. اللام المفتوحة للتأكيد وهي تأتي لتأكيد معنى الجملة نحو لزيد أفضل من أمر. Bu ta'kid uchun fathali lam bu jumlani ma'nosini ta'kidlash uchun keladi. Jumlani ma'nosini ta'kidlash uchun keladi. Buni o'zbek tilida qanday ifodalaysiz? Shubhasiz yoki albatta degan ma'no bilan ifodalaysiz. ما بمعنى ما دام نحو أقوم ما جلس الأمير. ما دام ma'nosida kelarkan, masalan, amir